Qadrli kitobxonlar, barchangizga assalomu alaykum. O'zimni tanishtiradigan bo'lsam, men Qilicheva Dilnoza. Bu shahrida Do'stlik mahallasida tug'ilib katta bo'lganman. Hozirgi kunda ham o'sha yerda yashayman. Hozirgi kunda shu paytgacha agar o'qish bosqichlarini aytib o'tadigan bo'lsam, 123-umumta'lim maktabni tugatib, undan keyin kollejga kirganman, tibbiyot kollejiga. 3 yil u yerda o'qiganimdan keyin institutga kirganman, Toshkentga ketganman. Niyatim kichkinaligimdan Toshkentga ketish bo'lgan. Ya'ni Urgutdan kattaroq shaharga o'qishga ketish bo'lgan. Va keyin inson, ayniqsa qiz bola, kichkinaligidan nimani orzu qilsa, nimani istasa, nimani so'rasa, har biringlarning qalbingizda kichik orzular bor-ku, to'g'rimi? Bunaqa qilsam degan. O'sha orzularingni qilaveringlar, ko'p-ko'p. Sababi har bitta orzu amalga oshadi. Ayniqsa qiz bolalarning orzulari. Va shunaqa qilib Toshkentga o'qishga ketaman deb niyat qilganman va ketganman. Keyin borib u yerda bakalavr darajani olganimdan keyin o'qib, undan keyin yana qaytib kelganman Urgutga. Urgutda keyin 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan maktabda ishladim. Va undan keyin o'qishni yana davom ettirish, karyerada yana ham yuqoriroq cho'qqalarni zabt etish uchun magistraturaga ta'lim, tarbiya nazariyasi va metodikasi yo'nalishida o'qishga kirganman. Hozirda ilmiy dissertatsiya qilyapman. Bu har bitta harakat, buni har bittasini aytib berishimdan ma'no nima? Bu ilmni yo'lidan ketish. Ilmni oldin aytilgan ko'pincha faqat yigitlar qiladi, o'g'il bolalarga xos, qiz bola uyda o'tirish kerak yoki ilm uchun yaratilmagan degan fikrlar juda ham ko'p. Lekin aslida unaqa emas. Aslida qizlar, ayollar juda ham qobiliyatli. Har bitta qiz bolani qaysidir yo'nalishda o'zini qobiliyati bor. Kimdadir til yo'nalishi, kimdadir qanaqadir tikuvchilik, dizayn bo'lishi mumkin. Kimdadir o'qituvchilik, kimdadir shifokorlik, hammaning qobiliyati har xil va qiziqishi ham har xil. Va ayol kishi ham, qiz bola ham o'zi xohlagan yo'nalishda, qiziqqan yo'nalishda juda ham katta natijalarga erishishi mumkin. Ham jamiyatda, ham oilada, ham o'zi yashaydigan joyda qanaqadir hurmatga, obro'ga erishishi mumkin. Buni hammasi nimadan kelib chiqadi? Buni hammasi ilmni orqasidan, kitobxonlikdan, kitobga bo'lgan mehridan. Masalan, menga ko'pchilik savol beradi. Men 2-3 tilni bilaman, o'zbek tilidan tashqari. Ko'pchilik so'raydi, masalan, ingliz tilini qachondan boshlab o'qigansiz? Ingliz tilini 9-sinfdan boshlab o'qiganman deyman. Yoki ya'ni qaysidir sohani faqatgina qaysidir paytda emas, kichkinalikdan boshlab o'rganib borish kerak-da odam, qiziqqan sohasini. Va o'shanda qanaqadir natijalarga erishish mumkin. Qisqa lo'nda qilib agar gapimni tugatadigan bo'lsam, hozirdan kitobga oshno bo'linglar, hozirdan maqsadlarni aniq qilib, niyatlarni aniq qilib, kelajakda kim bo'laman, kim bo'lmoqchiman, qaysi yo'nalish va o'sha o'zinglar tanlagan yo'nalishni eng zo'r mutaxassisi bo'lishinglarni men sizlarga tavsiya qilgan, tilagan bo'lardim. Har biringlarga rahmat. Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Men Oliy Intizor Urgut tuman Qayroqli mahallasida tug'ilganman. Men boshlagan yo'nalishlarim 25 yildan buyon Urgut tuman tibbiyot birlashmasida tug'ruq hamshirasi bo'lib o'z faoliyatimni davom ettirib kelyapman. Bu kasbim bilan faqatgina shundan qanoatlanmasdan Samarqand shahrida o'zimni ozmi ko'pmi o'z xususiy biznesim parda sohasida ishlayman. Parda sohasida savdo sotiq bilan shug'ullanish jarayonida shu bilan birgalikda parda tikishni ham hammasini o'zim bajaraman. Shu bilan birgalikda ro'zg'or oilada 3 nafar farzandning onasi bo'lib ishlayman. Bu ishlarimni hammasiga menga asosan vaqt yetishmaydi, siz qanday bu narsalar uchun vaqt ajratasiz degan savollarga men bu shu yerda hozir kitobsevarlar kutubxonasi a'zosi bo'lib har vaqtda o'z faoliyatimni olib borish uchun ko'nglimga yaqin kitoblarni o'qib boraman.
Misol uchun James Kellerning Atom odatlar kitoblaridan foydalanaman ko'proq. Keyin ko'proq men sohamga oid bo'lgan psixologik kitoblarni o'qib kelaman. Boshqalarga o'xshab Instagram, Telegram, YouTube'larda maza qilib tomosha qilib, har xil videoroliklarni tomosha qilib ko'rib yurishni xohlayman, lekin meni o'zimni oldimga qo'ygan rejalarim bu narsalarni ko'rish, tomosha qilish uchun menga juda ham katta to'sqinlik qiladi. Har kun tong sahardan turganimdan birinchi o'rinda o'zimning kunlik rejalarimni tuzib olaman va keyin yo'lga otlanaman. Har bir qilingan oldimga qo'yilgan maqsadni eng kamida 80% bajarmasam men uyga qaytib kirmayman. Men Malikova Malika, Mashraf qizi, Samarqand viloyatida tug'ilganman. Men hozirda maktab o'quvchisiman va men hozirda yosh kutubxonlar klubi a'zosiman. Men kutubxonam. Hozirda kitob o'qing, intiling, o'qing. Men hozir o'zim ham maktabga borsam ham undan tashqari repetitorlarim bor. Repetitorlarga qatnashaman. Unga ham kitob o'qiyman va o'shaman shu yerda tashkil etiladigan kutubxonalarda kitob o'qib shu yerlarda qatnashaman. Sizlarga aytadigan gapim ko'proq kitob o'qinglar va o'zlaringni sohalaringda yuritinglar. Boshqa keraksiz fanlardan ko'ra o'zlaringga kerak bo'lgan fanlardan foydalanib, o'zlaring uchun o'zlaring harakat qilinglar. Sizlar uchun masalan boshqa bironta nima qilmayman. Masalan menda o'z yodku, nima uchun unaqa deb harakat qilinglar. O'zlaring uchun o'zlaring harakat qilinglar. Men sizlarga aytaman. Men Islom va Mehribon, Urgut shahar 5-sonli kasb-hunar politexnikumi o'quvchisiman. Men kunlarimni birvarakayiga juda ham ko'p ishlarni qilishga sarflayman. Ya'ni-da vaqtdan unumli foydalangan holatda bu ishlarni amalga oshirishga harakat qilaman. Shu politexnikumda o'qib, tikuvchilik sohasida hunar egallamoqdaman va undan tashqari yaqinda IELTS sertifikatini qo'lga kiritdim va bu sertifikatim orqali o'quv markazlarida dars berib kelmoqdaman va men bu bilan ham chegaralanib qolganim emas. Hozirgi kunda birvarakayiga ham ona tili ham tarix fanlaridan milliy sertifikat imtihonlariga tayyorlanmoqdaman va men uchun kunimning eng yorqin qismi albatta bu o'zimni badiiy kitoblarga bag'ishlash. Ya'ni men juda ham yaxshi ko'ramanki, psixologik, diniy hamda badiiy kitoblarni o'qishni va bular orqali men o'zimni samaradorligimni 10x ga oshira olganman deb bemalol ayta olaman. Hammasi albatta mana shu kutubxonamizga a'zo bo'lib, bu yerda istagan kitoblarimni tekinga, ya'ni topa olganligim natijasida bu yerda siz istalgan turdagi kitoblarni topa olasiz hamda o'zingiz samaradorligingizni oshirishga o'z hissangizni kitoblar orqali qo'sha olasiz. Sizlarga ham maslahat beramanki, doimo kitob o'qishni, hali hech kimni ko'rganim emas, kitob o'qib men kam bo'ldim degan insonni agar sizlar ko'rgan bo'lsalaringiz, bir narsaga quloq solingizki, eslaringizdan chiqarmang, kitob doim miyani harakatlantiradi. Oyoq va qo'llaringizni harakat qilish esa o'zingizga havola. Assalomu alaykum, aziz kitobxonlar, hurmatli qizlarimiz. Bugun juda ham xursandman. Mana tuman axborot xizmat markazimizga tashrif buyurganlaringdan, hozir mana hayotlaringni, ijodlaringni eshitib xursand bo'ldim. Sababi bizning tumanimizda aynan mana shu ta'limga bo'lgan ehtiyoj juda kam. Va men juda ham xohlardimki, har bir oilada ota-onalarimiz qizlarimizga ayniqsa e'tiborni juda ko'paytirishlari. Sababi inson faqat oliy bo'lish uchun ta'limga, u dars o'tish yoki pul topish, mablag' uchun emas, farzandiga chiroyli meros, tarbiya, odobini berish uchun ham beriladi. Shunday ekan, men eng avvalo o'zimga birinchi ustozim deb o'zimni onam bilan aytishim mumkin. Oyijonimlar, Hakima Maryam Hakimona mana shu dargohda 45 yil faoliyatlarni olib borgan. Va bizga, farzandlariga haqiqiy meros qilib, ta'lim, odob, axloqni bergan. Va shu orqasidan biz hech qaysimiz kam bo'lganimiz yo'q. Hunar borasida ham, ta'lim borasida ham. Va bugungi kunda 3 nafar qizim bo'ladigan bo'lsa, 3 ta qizim ham oliy ma'lumotli, bir qizim hattoki o'sha Rossiya Federatsiyasida FMS kompaniyasida ishlaydi. Bu degani inson qanchalik o'ziga oldiga maqsad qo'ysa, demak maqsad sari erishish uchun kimnidir o'ziga ibrat qilib olish kerak. Haqiqiy ibrat esa siz onangizdan olasiz. Keyingi o'rinda men sizlarga aytmoqchi bo'lganim bu kitob bo'ladi. Nima uchun?
hozir mana ma'rifat to'g'risida, ta'lim to'g'risida gapirdinglar, hammasi haqiqat, to'g'ri, lekin men bir qo'shimcha qilmoqchiman. Qiz bolani haqiqiy do'sti onadan keyin kitobdir. U xiyonat qilmaydi, u sizni sog'maydi, u kimgadir sizni g'iybatingizni qilmaydi. Shunday ekan, har qanday girdobga kirib yoki bir qandaydir qorong'ulikka kirganingizda ham yolg'izlikni his qilishdan oldin albatta kitobga murojaat qilsanglar, menimcha har qanday savollarga javob topish imkonini beradi. Shuning uchun men qisqa qilib aytmoqchiman, barchalarga xush kelibsizlar deymiz tuman axborot markazimizga. Men bejizga mana bir ikkita kitobimizni qo'ymadim. Shu borada mana lider muqarrar qonunlari bor. Bu nima degani? Har bir inson oldiga maqsad qo'yar ekan, maqsad intilish esa o'zingizga bog'liq. Aro yo'lda qolib ketish ham yoki qolib ketmaslik, bir nimaga erishish ham o'zingizga bog'liq. Shuning uchun eng avvalo barchalarga sog'lik salomatlik tilayman va kitobga, adabiyotga oshno bo'lishinglarni. Mana hozir har bir qizni hayotidan menimcha kamgina bo'lsa ham ibrat oldinglar deb o'ylayman va oldinglarga menimcha maqsadi yo'q qizlarimiz maqsad qo'ygan bo'lsa kerak. Shuning uchun barchalarga sog'lik salomatlik tilayman va mana shu kutubxonamizga shinamlik ko'rib turgan barcha sharoitlar mavjud bo'lgan kutubxonamizga tashrif buyurib, doimiy kitobxon a'zosiga aylanasizlar degan umiddaman. Rahmat.